Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, bizda obunachilar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, ishlar bilan charchashlar yo'qmi? Akalar, opalar, xush kelibsizlar. Bugungi videoroligimizga bugun xudo xolasa yangi ishni chiqaramiz. Sizlardan har bittangizdan iltimos qilib qolamiz. Mana shu videoga befarq bo'lmang. Bitta like, kommentariyani chiroyli qilib yozib qo'yingizlar. Men esa harakatda bo'laman, inshaalloh yana bundan-da yaxshi ishlarni chiqarishda. Inshaalloh men harakat qilyapman ishlarni chiqarishga, o'zimizni musofir yurtda yurgan vatandoshlarimizga hech bo'lmasa bir tomondan yordami tekkan ishlardan chiqarishda harakat qilyapman. Bugungi xudo xolasa ishimiz oziq-ovqat skladida bo'lib o'tadi. Bu yerga erkak ayol kishini ishga taklif qilinadi. Faqat patenti bor gorod. Patent bo'lishi shart. Ham erkak ham ayol kishini smenasiga 12 soat ish vaqti, 12 soat ichida 2 marta perikuri bor, yarim soatdan perikuri bor. Cheklaringizni patent 6000 rubldan chek patentini to'laydi. Yotoq joy tekin. Keyin akalar 12 soat ish vaqti, yotoq joy, patent cheki besplatno. 18 yoshdan 50 yoshgacha ishlar taklif qilinadi. 3200 rubl smenasiga beriladi. Agar sizda patentingiz to'lansa, yotoq joy tekin bo'lsa, 3200 rubl. Agar sizda patentni o'zim to'layman, yotoq joy o'zimniki bor degan vatandoshlarimiz uchun 3700 rubl to'lanadi. Pastda nomerlarni qo'yaman va videoni o'tkazib yubormang, rasmlarini qo'yaman, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bu vakansiya yangi ochildi. Bu ham erkak ham ayollarga bemalol borib ishlashlaringiz mumkin, yengil ish. Skladning ichi 12 gradus issiq. Hammasini bizda to'g'risini aytiladi. Mana rasmlarini qo'yaman, videoni o'tkazib yubormang, bitta like va videoni dalish ko'rishlaringiz mumkin. Ishlayman degan vatandoshlar pastdagi nomerlarda faqat WhatsApp ishlaydi. Hozircha WhatsApplar ishlab turibdi va Telegram. Bemalol telefon qilib yozib qo'yasizlar, borib ishga joylashlaringiz mumkin. Hozir ko'p vatandoshlarimiz ko'ryapsizlar, registratsiya bo'yicha farshiy registratsiyalar qilib berib, vatandoshlarimiz prosta yo'l kiraga quyib yana obratno ketib qolyapti. Shuning uchun mana shunaqa ishlardan официальный трудоустройство akalar bemalol borib ishlashlaringiz mumkin. Jonaringiz sog' bo'lsin, videoga befarq bo'lmang, like bosing. Keyingi ishimizni xudo xolasa xleb zavodda bo'ladi, kutib qolasizlar.